Mualliflik ishlarini amalga oshiradigan insonlarni bir dardi paydo bo'lib qolish kunlarda bu ham bo'lsa qalbaki kitoblar. Ular tahririga ham qaramaydi, boshqasiga ham qaramaydi. Ma'lumot to'g'ri noto'g'riligi keyingi masala. Lekin pul birinchi planda. Bu Hazrat davrlarida ham bor edi. Hazrat rahimahullohning kitoblari ommalashib, hamma olishni boshlaganda ba'zi shunaqangi ko'rsan deymiz, o'g'rilar kitobni o'g'irlab, sifatsiz shaklga bostirib, arzon narsa sotib, shuni qilishni boshladi. Keyin ularga nasihat qilindi. Noto'g'ri qilyapsizlar bu ishni deyilsa, ular nima dedi? Biz dedi dinga xizmat qilyapmiz deyishdi. Shunda ularga Hazrat aytdilarki, biz nima qilyapmiz dedilar. Ya'ni biz dinga xizmat qilmayapmizmi? Keyin majbur bo'lindi o'sha kitoblarga o'sha boshqa ya'ni ko'chirib bosish shar'an harom, qonunan man qilinadi degan gaplarni o'shanga yozildi. U dinga xizmat qilyapman degan narsa maxfiy shahvat deyiladi. Tasavvufda bu bor. Odamlarga o'zini dinga xizmat qilayotgan ko'rsatadi. Asli tagida nima yotadi? Pul yotadi. U dinga xizmat emas u. Dinga xizmat qilayotgan insonlarni mehnatini qadrlamaslik. Bir inson kashfiyot qiladi, bir inson umrini sarflaydi, ko'z nurini sarflaydi, kechalari uxlamay yozadi. Chiqib endi samarasini ko'raman, shuni sotib yana bir ilmiy ish qilaman desa, kitobi sotilmaydi. Nimaga? O'g'irlangan kitob boshqa yerdan sotilib yotibdi. Bu ish axloqan ham to'g'ri emas. Endi bugungi kunda biz dunyo maydonida tanilayotgan davlatlar sirasiga kirib boryapmiz. Qonuniy asosda bularning chorasini ko'rish kerak. Chunki mualliflik huquqi degan narsa qonuniy asosda himoyalanadi. O'g'irlik ayniqsa kitob sohasida bizning mutaxassislarimizni ish faoliyatiga ta'sir qiladi. Ishchanligiga, samaradorligiga ta'sir qiladi. Biz ko'proq qimmat bo'lsa ham yoki iloji bo'lsa kitob bilan shug'ullanayotganlarga ko'proq yordam berishimiz kerak. Yordam bera olmasak, zarar bermasligimiz kerak. Ilm sohasida kitob yozayotgan odamlarga foydang tegmayaptimi? Insofli bo'l, zararing tegmasin. Boshqa joydan rizq qidir. Halol, harom masalasini o'yla.